Assalomu alaykum arzon vodiyda kanal obunachilari va biz kuzatayotganlar. Chorvachilik bilan, parrandachilik bilan shug'ullanuvchi akalarimizga zo'r variantda kattakon fermani sizlarga ko'rsatamiz. Sizlarga 80 sotiklik fermani ko'rsatamiz. Bu joy o'zimizning nomimizda bo'lib, akamning nomida shaxsan. Bu yerimiz 80 sotik. Ikkita katta zdaniyalari bor. Sizlarga tanishtiramiz. Yuringlar. 6000 tubdan oshiq terak ekkanmiz bu yerga. 6000 tubdan oshiq terak ekkanmiz. Hozir bu yerda 4000 tasi tutgan bo'lsa ham, xudo xolasa 1-2 yilda daromadga kiradi, o'zini o'zi qoplaydigan holatlar bo'ladi. Bu joyimiz esa, bu joyimiz yemxona holati 6 metrga 12 metr bo'lib, baland gurzovoy mashinalar ham haligi to'kib, ontarib to'kishga ham sharoit bor. Mol baqasimi, tovuq baqasimi yem to'kkani sharoit yaxshi. Xudo xolasa pul sarflab yana qurish bo'lmaydi. Robotlari ham bor, hamma joyi yaxshi qilibdi. Hozir biz sizga 10 metr eni, 12 metr eni, uzunasi 30 metrlik xonamizni ko'rsatamiz. Mana teraklarimiz 1 yil, 2 yil ichida kesib, buyum sifatida ham foydalansa bo'ladi. Bu atrofi o'ralgan, bunaqa panjaralar bilan o'ralgan joylarimiz. Juda ham qiziqarli. Bu joy chorvachilik bilan shug'ullanuvchi obunachilarimiz uchun ham juda qulay joy bo'lib, 12 metr eni 30 metrdan oshiqroq ekan bu uzunligi bo'ladi. Bu yerda tovuq, mol, qo'y, qanday chorvachilik bilan shug'ullanadiganlarga qiziq joy. Juda ham keng, tomlari yopilgan, taglari stashka bo'lgan, portishkalar qilib qo'yilgan. Endi xudo xolasa bu yerda hech qanaqa bir zaharlanish yoki qanaqadir infeksiyalar yo'q. Bu yerda oldin tovuq boqqanmiz, hozir esa o'rdak boqildi, qo'y boqildi. Shuning uchun qanaqadir hozirga bizga to'g'risi oshcha bo'lib turgani uchun sotyapmiz. Lekin olgan odam xudo xolasa baraka topadi. Hamma yo'q joy-joyida. Mana shu o'rdak boqib ko'rdik, mol, qo'y, tovuq qanaqa biznes chorvachilik bilan shug'ullanmoqchi bo'layotganlarga zo'r joy bo'lib ham haligi biznes qilib, ota-onasi dam olmoqchi, menga mana bunaqa joydan joy topib ber deyotganlarga zo'r variant. Menimcha kelib ko'rsanglar bo'ladi. Eshigimiz doimo ochiq. Bu joyimizga 6000 tubdan oshiq terak ekkan edik. Hozir esa bu yerda o'zini tutganda 4000 tub bo'lgan taqdirda ham 1 yil, 2 yil ichida bu kesadigan bo'lib, ancha daromadga kirib qolasizlar. Atroflari panjara bilan o'ralgan. Xudo xolasa bu yerda suvdan muammo bo'lmaydi, elektrdan muammo bo'lmaydi. Hozirgi kunda shaharlarimizda ham gaz bo'lmayapti. Endi gazdan hozircha bir propan yaxshilar bo'ladi olib kelib. Biz atroflar panjara bilan o'ralgan, atroflarida tovuq baqasimi, o'rtak baqasimi, mol baqasimi tekinga vaqib kelsangiz bo'ladi. Mana hech kim sizga xalaqit bermaydi, hidini yo'qot yoki ovozini to'xtat, shunaqa narsalar bo'lmaydi. Atroflari o'ralgan. Xohlasangiz bu yerda o'sha yosh katta akalarimiz dam olib, oshna-og'aynilarini chaqirib, hali yozgi kunida ham, qishki kunida ham dam olib keladigan joylar. Hozir xudoga shukr, O'zbekistonimizda hech qaysi viloyatlarida svetlar o'chmayapti. Bu yerda svetdan, suvdan muammo yo'q. Endi gazga keladigan bo'lsak, gaz shaharlarda ham bo'lmayapti. Endi gaz yoqmoqchi bo'layotgan odam propan gaz olib kelib yoqsa ham bo'laveradi. Endi bu ham bitta taklif. Teraklarimiz ham katta bo'lib qolgan, hosilga kelib qolgan, xudo xolasa 1 yil, 2 yil ichida kesib, qanaqadir buyum sifatida foydalansa bo'ladi. Bu joyimizda esa bu yerda tovuq boqadiganmi, mol boqadiganmi, qorovulxona sifatida ham foydalansa bo'ladi. Bu yerda hozir 2 ta, 3 ta, 4 ta xona bo'ladi. 4 ta xona bor. Bittasi oldi ayvon, ichkarisida ham xonalar bor. Endi bizga hozir kerak emas bo'lib turgani uchun sotmoqchimiz. Shuning uchun sizlarga ko'rsatib o'tib ketyapmiz. Bu xonamiz ham o'sha ishchilar uchun ham qanaqadir 3x4 xona. Xohlasangiz oshxona sifatida foydalansangiz bo'ladi. Xohlagan usulda foydalansangiz bo'ladi. Aksadan eshiklargacha qilib qo'yilgan. Bunimiz ham esa so'risi bor oldida, ichkarida xonalari bor. 2 ta xonadan iborat. Bitta remont talabroq, lekin tayyor sharoitlari bor. Bu tollar ham bizga qarashli bo'ladi. Alohida bizga ko'cha kelgan. Mana zakanlarimizda baliq boqsa ham bo'ladi. Bir qator chopvoriladimi yoki kengaytiriladimi? Yaxshi variant bu yerda ham. Bu yerda ham bitta xonasi bor, 4x4 yoki 4x5 deykin, shunaqa holatda xonamiz bor. Bu bashnamiz bo'ladi. Mabodo degan joyga suv to'ldirib olib turib, suv bilan ta'minlasa bo'ladi. Mana shu polniy zdaniyani shunaqa holatda it boqish uchun ham panjaralarimiz bor.
Bu xonada tovuq boqqanmiz. 2000 ta tovuqqa ajratilgan kletkalar bilan birga beraveramiz. Ko'rishinglar mumkin bo'ladi. Parrandachilik bilan shug'ullanmoqchi bo'layotgan obunachilarimiz uchun ham bu joyda 2000 tadan ko'p tovuqqa ajratilgan kletkalarimiz bilan birga beramiz. Bu yer tomi temirdan yopilgan tunikalar bilan atroflari pishig'ish, taglari steyashga, xudo xolasa hamma yog'i zo'r joyda. Eni 10 metr, uzunligi 30 metrdan uzunroq joy. Bunisi juda ham tayyor sharoitda. Mabodo parrandachilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lsanglar, tayyor jihozlar bilan beramiz. Bu kletkasi alohida narxlanmaydi, общий narxda ketiladi. Bu joyimiz tovuqlarni jo'jasini katta qiladigan joyimiz bo'lgan. Hozir bu yerdan mana shu 30 metrga 10 metr atrofida buni ham ustlari tomilari temir bilan yopilgan. Haligi ferma holat bo'ladi. Ustlari ham tomi temir, atroflari pishig'ishda qilingan, juda ham zo'r joy. Tayyor o'ralib bo'lingan narsalar, setkalar bilan. Bu yerda xohlasangiz tovuq baxsiz bo'ladi, xohlasangiz o'rdak baxsiz bo'ladi. Qo'yingki, yaxshi sharoitdagi joy. Bu zdaniyamizni polniy uzunligi 62 metr atrofida bo'lgan, eni esa 10 metr atrofida, ustlari tunika bilan yopilgan, pishig'ish, temir, shunaqa metallardan foydalanib qilingan narsa. Bu adashmasam 2000-yillarda qilingan zdaniya. Bu joyimiz baliq boqish uchun juda ham keng joy bo'lib, zakamni davomi, xudo xolasa zo'r variant. Mana shu tollar turgan joygacha olib bizga qarashli, dokumentlarida muammo yo'q. Ko'rsanglar bo'ladi. Haligi hozirgi kunda pullik baliq hovuzlari bo'lyapti. Shu joyda ham shunaqa holatda qilib kengaytirsanglar ham bo'ladi. Xohlasanglar bu teralarni o'rnini ham shunaqa kengroq baliq hovuz qiladigan bo'lsanglar, juda ham daromad qiladigan yaxshi joy bo'ladi. 60 metr atrofida mana shu teralar ekiladigan mana shu joylarimiz ham bor. Bemalol kelib, o'zingizlarga yoqtirgandaqa holat qilib, xohlasanglar zdaniya quringlar, xohlasanglar yana tera ekib davom ettiringlar. Atroflari chorvachilik yoki mol boqish uchun ham qulay joy. Bu yerda hammaga tavsiya qilamiz. Kimdir shunaqa joylarga yetisha olmaydi, kimdir endi sotmoqchi bo'ladi, biz sotmoqchimiz. Bu fermamizni tepadan ko'rinishi bo'ladi. Asha 80 sotiga chiqadi, xudo xolasa. Bu yerda bo'lib ham beraveramiz. Kimga qanday holat kerak bo'lsa, bu teralarimiz, bu zdaniyalarimizni ko'rinishlari kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Hozirgi aytgan bu zakanlar ham bizga qarashli, alohida bizga ko'cha kirgan. Baliq hovuzlarimiz ham bor. Juda ham haligi chorvachilik bilan, parrandachilik bilan shug'ullanmoqchi bo'layotganlarga juda ham zo'r joy. Demakki, sovuqin, qishda ham haligi muammo bo'lmaydi, yo'llarimiz behijolat. Jahon bozoridan 7 kilometr masofa atrofida joylashgan yashil zonaga kiradi. Eng qizig'i bu joyimiz bo'lib ham sotiladi, 4 bo'lakka bo'lib ham sotiladi. Jemoshlarga barter usulida ham kelishiladi. Mabodo pulingiz yetmayotgan bo'lsa, variant asosida ham kelishiladi. Dokumentdan hech qanaqa muammo yo'q. O'zimizning nomimizda, telefon raqamlarimiz ostida narxlarini batafsil telefon orqali kelishiladi.